hazırlagan fermamizni bunaqa apparaturalar bilan rostlagan fermaga aylantiryapmiz, xudo xolasa. O'zimizdan bitta ixtiro qildik. Любой fermerga kerak bo'lar ekan. Sababi yemni ekonom qilish uchun po'chaq. Hozir aza po'chaq sezoni, любой payt bozorga borib, po'chaqlarni olib kelib, fatalitdan chiqarmaydi, kambi ko'rmaga aralashtirib bersak, har qalay o'zini yemidan ko'ra ozgina arzonroqqa tushish maqsadida. Gabaritini qani. Bu ishlashiga buni qopqoqlari ochilar ekan. Shabadani ko'ring, aslida kurka-burkasi bilan qo'shib olib ketadi-yu bu. Buni ikkinchi marta peredelka qilyapmiz. Bitta parragida ichida kesadigan. Hozir ikkita bo'ldi. Aynan siz uchun yozlik kunida eng zarur bo'lgan xizmat turini bitta obzorini qilib beraman. Keling-da. Aka, Tulikafon xizmatlarimiz aynan uy egasiga qo'li gul usta kerak deyapsiz-ku. Aka, bu bolalarda qo'lidan satta gul o'sib chiqqan. Bitta obzorini qilib beradi, Tulikafon kerak deyapsiz-ku. Любой qurilish qilayotgan uy egasi ustani zo'ri bo'lsin deydi. Aka, mana haqiqiy dalillari bilan ustani haqiqatan qo'lidan gul o'sib chiqqani. Bu ukalarimizga xonadoningizda necha kvadrat bo'lishi umuman ahamiyati yo'q. Bu joyda 260 kvadrat ish qilingan. Qarang, 10 kunda bitirib bergan. Chaqirasiz ukalarimizni tushingizga kirmagan fasonlari bor. Biroz fasonlar ko'rsatadi, ko'ngilingizga yoqqanini sizga tayyorlab berishadi. Bu xonadon egasiga aynan shu pianino fasoni ma'qul kelgan. Bu go'zalliklarda yasayotgan o'zbek xalqini xizmatida bo'lgan ukamiz. 1 kvadrat Tulikafon xizmati 120 ming so'mdan 140 ming so'mgacha. Hech qanaqa taqir-tuqur, samares bir bolalar olib kelib bermaysiz. Lesa-pesasigacha hamma yo'q o'zida. Bir mahal obetini berib qo'ysangiz, bolalar xursand, sizni xizmatingizda bo'lishadi. Tulikafon xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, ukamga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlar qoldirib qo'yaman. Salomat bo'linglar. Beton suv aylanma bo'ladi ko'pramizda, naryoqdan qilib ventilyatorni sort beradi. Vazifasi shunaqa, xudo xolasa, qanchalik sovutadi bilmadim. O'ncha faqirdan ko'ra bu yoqqa. Suv sistemasini polietilen trubalar qilinadi, alohida olib kelib, montajda keragidan ham ortiqcha qilamiz, xudo xolasa. Professionalni yondashish kerak. Simlariga alohida hozir sim tortib chiqaman. Baquvvatidan nariga ventilyator ham vahshiy dahshat ekan, u ancha-muncha arvoq simda yer to'rar ekan. Voy, mana maytdan sekin suv sizar ekan maytdan. Voy, qarang. Ana. Sekin suv manadan qaytib tushar ekan. Ketdik ventilyatorda yoqamiz. Asosiy ishda vazifani bajaradigan narsamiz. Gapimga ishonsangiz aytaman, bo'lmasa aytmayman. Qanday yetkazasiz? Sovuqda yetkazsam bo'ladimi? Sovuq bo'lyaptimi? Vah, buni hidini qarang, hidini. Bu ventillar yaxshi ekanda, ventil. Endi yoqdiki baribir bilinmaydi. Gradusga qo'yamiz, keyin ma'lum bo'ladi. Tagiga suv oqqani yo'q. Rezultat yomon emas, xudo xolasa. Gradusni qo'yaman endi. Keyin bitta chiroyli yana post qo'yaman, xudo xolasa. Atak men kutgandan ham zo'r. Xudoga shukr. Bitta. Assalomu alaykum, kurkalarimizga yetib kelsa bo'ldi.